Bayaman mal pazarına geldik. Haftanın cuma günü oldu. Kança oldu? 156 volt. Peki Türk bok. 156 min volt. 156'nı ikiye bölüp koyasınlar şunday. Biroq men matematikani aябай начар okuganмын. Mына жерден бассам азыр аны жаңк аткызып тээп туруп келиштирип коюп алсын. Assalamu alaikum. Paylar kançadan oldu aka? 50 koyan da böyle. Kança? Buna 50 bundan birden sat. Buna 50 bu 41 ha. Buna keçe tay suradыңыздар эле биринчи базардын башталышы tay менен башталды. Erkek taylar 41 ming, 50 ming. Kıska jarnamamızdan sizlerge videonu ulantып көргөзүп кетебиz. Mal bazar. Bir sonun jarnama biz Bayaman bazarının birinci katarında turabız. İdiş tabak, velosiped, bıtoy teknika satkan katarda. Bu жерде 18-ci konteyner. Oşol jaktan 2-ci, 3-cü bölükө kesеңиздер. Bolotbek Mırza şu жерде. Assalamu alaikum. Люстраlardын бардык түрлөрүнү сатап, жаңы ачылды. Bolotbek Mırzаны да коттуктап, Cuma günü başka günler bazara kesеңиздер, ушул жигиттен адашпай алыңыздар. Сиздерди күлүп тосуп алып, сонун жакшы люстраларды şul жерде сатат мына көргөзөт. Конок тосучу бөлмөгө, спальный бөлмөгө, кухняларга бүт бардыгы мына 5500 экен мыналарчы. Андан кийин 5500, анан 6300, 2500 амнолор болсо 800 сомдон экен Кытайдан, Россиядан, Турциядан, ошондой эле Өзбекстандан люстралар келет мына. Шул жерге сиздерди баарыңыздар чакырабыз, буюрса ачылыш мына жерлерге дагы көп товарлар. Келиңиздер, күтөбүз. Assalamu alaikum. Boy ötüp eteyinen üşüttün. Jol tappa kaldım. Bir step nemeler geldi mına. İçinde kirever işte mına. O? İshak Polotkan Ayıl aymağındağı Bayaman Batır atındağı mal bazarı hoş gelingizler de aybay uzun bop getir. Kıskasın. Assalamu alaikum. Kesilip koy. Ne turasın bir yerde tizili bak. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz sizler abi ya. Vay okey. Muna maldı köptüğünü kararınızlar. Koçkollar kaçadan boldu ki? İşine gerektarı. Bak. Kaçadan boldu şol kişine gerektarı? 14. Ha? 10'dan? 15 kamu var. Ha 15 deseniz. Dadı kat söyleyiverinizler biz tekşer emez kayıt plus. Ya ona boşam ketdi. Ketdi ana koy. Şunu kaça suraşta ka? Buna şunu. 12 yarına soralım. 12 jarımdan. Malkop keltirip ha? Bunu 2 jarım minut oldu. Jetelegenge jarayt şu toy topogo nemelerge. Nereye hoş kollar. Qarаңыздар. Burqaçıları var. Tutpön. Jay жоқ aka, шашпай тұрым. Бітейлі. 13 Assalamualaikum. Erkek burqaçı mı var? Erkek, bitti urgaç olmanda. 13 mingden ekan. Bayağı günü mene siz suradınız öyle. Ha, Siz suradınız öyle. yok. Sizden ne sağ? 13 lira kamaydı. Şunlara bak, 13 lira kamaydı. Kança volt bırakın. 22'den de ödem. 22'den de ödem. 2 2 tişçi 20. Koçkor bularca koyla koyu. Koy eken. Assalamu alaikum. Taksir kandaysın. Kançadan oldu koçkor kozular. 13'ten oturuz. Suraştı. 13'ten ne 10 jarımdan mı? Kapşın mı? 13 lira kamaydı. Koçkor oldu. Aha. Kalktan geldi bunlar. Sürüp taşlaşat ay. Kamdı qarаңыздар. Mal bazarga da şuntip kelem. Tapışkanı kiyip turib qaqayıp жылтырап. Bular Keşkelikte. öttükdü aka. Deli oladın da buqalarga kiyseňiz aka. Assalamu alaikum. Qancha boldu şu qochqorlar aka? Yok beri otam. 70'ten ötü ver deydi.
Qancha bu yerda? 40 ha. 70 mingdan biraz o'tib ber. Dev atar. Yaxshi, sizlashaveringizlar. Bu bozor o'tib berekeli. Siz so'raganingizda so'rayotgan bo'lsa, men bozor. Qaysini so'ratasiz bunaqmi? Arkasini. Toshdan 15 dedi. So'z yaxshi. Qaysini? 60 ga 51 ming qildim-chi. Qancha bu yerda? 40 mi? Ammo aslida 15 ming so'm bermaydi. Bundan 15 ming bo'lib turibdi buni. 12 ming. 12 mingdan ha? Optimga 50 ming. Buni süleşveringiz. Buna qo'chqorlar. Qancha o'sha tushtaganınız? 9 ming so'rayapti. Bunasınımı? Yaxshi. So'rayver, süleşveringizler. Men o'sha cho'ng'i qiziqibmish 9 ming se suyunib ketib buni olib berayin deb. Buni. Qancha deysiz shuni? Aytilishi qancha? 18 bering. So'ralish olsun. Siz söyleyivering. Daldalchi bo'lg'im kelibdi, shu tartib turib shu ketib qolg'im keladi. Qandaysiz? Yaxshi bo'lsiz? Boy. Shu yoqqa o'tib ketdingizmi? No, akam yomon qochatman, qizil futbolkachi. 13 mingdan, 18 mingdan ekan. Güzel, çoğunraklar ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Xo'sh qo'llar bular. Soluqlar qanchadan bo'ldi? Ular 25 dan. 5 dan. 13 dan. Bayağı uylanganlarga shu soluqdan qo'shsa bo'laveradi-da. Juda jaraytding ha? 25 ming ekan bular. Qancha bo'ldi shular aka? Tartpayla qo'ysiz. So'rayin desa, qachasi-ku? Tortmaydi. Nega? O'zi qoni uchun tortishing kerak. Ko'ru, mildeting shunday. Nega bunday? Jil deganda jilib ketdi. Jil deganda jilib ketdi. Yo'q, aytingizchi, nega bo'lmaydi? Nega bo'lmaydi aka? Bu yerda ko'p kelammi bozorga qaytib? Bozorkomda assalomu alaykum qaytib ko'p tartib. Siz malını satılaktı. O'shada molingiz sotilib, reklama bo'ldi, qo'y. Uzağa ketdik. Bunaqa qorodan chiqmadi. Bunaqa Ne aşağılık ele davleniya bo'lsa, aka-ukalar bo'lib jurganmiz-ku. Chekara chiqqan o'zim bilaman. Ya bu nerede söylüyorsunuz? Erkek basanığı çekerek çıkın depçe. Jo men iş kıltam da işim de siz de ne işiniz kıltas? Vay ne, davleniya bo'lib qolgan akasi. 10 ming tane var. Qanday taqsir? Ne? serke bo'lsa, qo'y bo'lsa. Assalomu alaykum, qandaysiz? Yaxshimisizlar? Qanchadan bo'ldi serkelar? Serke bular. 6 mingdan 12 ming beringda o'tamaydi. 6 mingdan 12 mingdan ha? Siz dağı tartpada uruşpaysınız bana? Hayya. Sizlerin bazarda. Qancha takadız? Taka qancha? Serkimiz. 8'e bağladım şunu az. Nimaga bu? Bozorda malni ko'pligini qarangizlar. Yol to'smay o'tkazdi. Bular satıldı mı? Jıl o'tadi. Jıl o'tadi. Mana. Mana shu qizil futbolkadanchi. Aşağı almаңыздар malchi. Tartma deymin deb. Yo'q, bozorda elib olgansiz. O'zim ovqatli bo'lish kerak alchi. Adamday tuğan. Assalomu alaykum. Mana takat tutsin. Aldingizmi? Ha. Qanchaga? 3,5 ming. Achchiq, 3,5 mingga olinib turish u. Zapis. No serka o'xshaydi, ha? Qancha bo'ldi shu? Aytilish bas qancha? 8 ming so'm, yaxshi. Bozorda mol ko'p. Echkilarichi? Akalar bor bo'lingizlar mana bu. Tart deb qo'yinglar, mart bo'lib mana turishadi. Ona ko'kmeyga o'xshab tartpa deb. Vashsha olingizlar bu. Vashsha to'xtangizlar, tanib olingizlar. To'xtab olingizlar o yerdanchi. Chiqishi mart akalar o'zini olingizlar buni. Taka qancha bo'ldi? Hozir qaysini satdingiz? Qanchaga? 7 ming. Yaxshi mana taqsir 7 mingga sat. Nasib qilsin. Barakasini bersin. Molni ko'pligini qarangizlar. Voy, kuz kelganda mol ko'p keladi degan usul ekan. Bu joq serka mana. Aytilish qancha bo'ldi shundas? Aytilish bas. Suralganmi? Aytilish suralgan. 13 dan dedi belirledi. 13 mingga suralibdi. Takacha? Teke. Takası yok etti. Ha, serka yo'q o'tang ha. 13 mingdan ha? Yaxshi, bozoringizni bersin.
Assalomu alaykum. Buna sağ turganmi? Süt. Qancha bo'ldi shu? 10 ming kemi bor ekan mana. Ha, foto qilib olayın shu. Toptolu turşat echkilar. Sizga qarashdi bular? Qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. 12 dan berdan Shekspirga. Mavgoga? Kichikalargacha? Bularga 5,5 dan berdi, 6 dan berdi. 5,5 dan ha? 6 mingdan. Mayli, mana bor bo'lingiz aka, bozoringiz bersin. Ko'rinda. Ya, nerede bir kökmeyi meni tartmadı öyle, tatsız öyle sekiriversedin. Moskvada жүргөндөн көрөт элем, аз окуяңда жүрөп. Kim adınız? Окуяңда жүрөм көрүп турам да. Курбан. Kurban aka. Kırgız kışlak. Evet, жақсы мына базарыңыз берсін. Ятууну калып кеткен, калтырбай көрөм да. Valli mana eng жақсы көрмандарыңыздын бири экен мына бар болуңуз. Meni tartpa deb, yo'q, ki bozorga kiraylik, mana aytib qilishadi. Katta echkini so'rayapmiz mana. Assalomu alaykum bu yerda. Qaralashmi ekan aka bu yerda? Echki, teke, serke. Qancha otadi buni o'rtachalari? So'ysa bo'ladidan ana. Qancha? 5 ha. Et algandan ko'ra shuni olib va so'yib tug'anlar sizlarga sunish. Shu beradi. Hozir 1000 so'mdan 3 kilogram et alam desangizlar, hech qancha et kelmaydi. Başta 1000 so'mdan bo'libchi. Ha? Assalomu alaykum. Bu yerda aka qo'ylar o'xshat chalang ha? Chalang qo'ylar. Qanchadan bo'ldi qo'ylar? Cho'ng-cho'nglari. Cho'ng bor 20 dan. 20 dan. Yaxshi. Qayerdan keldi bu zal? To'lis. To'lis? To'lisdan kelgan ekan. Assalomu alaykum deb mana boydim mana qo'shqorlarning oldiga keldik. Ya qanchadan bo'lib qoldi bu qo'shqorlar? 14,5 dan bermaydi. 14,5 mingdan. 5 o'n ha? Mana cho'nglar tanladingizmi? Ha, yaxshi. Сөйлөшүп атқан mana. 14,5 mingdan. Bozorda mol ko'p, mana qarangizlar. Bugun aябай ko'p mol kelibdir. Diqan tartib qo'yaman, katta diqan. Deb qachon. Qayerdan keldi mollar? Yo'q degan o'shani ayting. Olga. O'zimizning mollar. Altın fermerdiga. Assalomu alaykum. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi atgan bildingizlarmi? Kim ekan egasi? Aka, o cho'nglari qanchada otasiz shunda so'rashdingmi ikki cho'ngni? Dadillari mana 17 mingdan ha? Jetelay turgan, to'yga jaray turgan ekan shular. 17 ming, 14 ming shunday ekanda. Juringizlarmi? Cho'ng paroda qo'shqorlar joqqa o'tayli. Mol biroq bozorda ko'p qana tandab olasizlar, kelingizlar mana. Ya mana shu do'st qo'zlarni so'rachi. Assalomu alaykum. Qanchadan qo'zlardingiz? Qo'zlaring qanchadan? Puli. Ya. Qayerdan keldi bular? Ona ham akang bilan o'zi. Ha, yaxshi mayli. Maktabdan saboqdan qochib ketgan o'sha videoga tartib keldi. Qaldingizmi? Ha. Turda 13 ming bo'ldi. Shu yerda 13 ming bo'ldi. Qamab qo'ydim. Qo'chqorlar qanchadansiz? 16dan. Bular qaysi yoqdan keldi? Demoyindan ha. 16 mingdan mana cho'ng qo'chqorlar. Janda qo'chqorlar. Ушул жерде биздин жакшы акаларыбыз бар мына. Дайым менет менен чоң qo'chqorlarni ушул жерге алып келет мына караңыз. Мына qo'chqorlar ham жакшы экен. Qancha mingga bardi aka? Assalomu alaykum. 60 ming ha? Qancha tish bular? Anası yemi tiş dursun, 2 tiş, buna 4 tiş. Ha, bu 4 tish, bu 2 tish buzib turayım. Yaxshi 60 mingga qo'zaringiz bersin. Joy berdi ya, qarta o'ran. Assalomu. Qancha bo'ldi shul? Nasıl? Önüngde olgan o'zingni ko'rib. Ha, bo'ldi da mana hozir o'zimni ko'rasiz-da. Quyrug'ini tartib qo'ying. Bunday yaxshisiz. 8 mingga bordi. Kichilasi oldu. Mal 19,5 ga bordi. Bu o'zingizning qo'shqorlardanmi? Ha. O'zingizning parodami? Ota boboz boqib kelgan.
38 ming. Kichnekeyin qancha dedingiz? Kichnekeyin. 19,5 ming. Ha, yaxshi. Bulcha. Yo, olib bersangizlar, sponsor bo'lib. Gadaychilikdan bosh chiqib qolish, olayni jetdi aytadi. Qarasangiz, akam ko'pda. Keltiradi bulargamdaga. Qo'chqorsizlar aka. Kostyuvesi mana bozorda cho'ng qo'chqorlardan biri. Bo'yi qancha chiqadi o'lchadingizlar? 1.5. Aytilishi 100 ha? So'raldi u? Qancha? 70 ha, yaxshi. 70 mingga so'ralibdi, yaxshi. Suylo do'sam qo'chqor qancha bo'ldi? Tartib qo'y, senikidan. 20 dan ha? Yaxshi, 20 dan. Bozorda eng cho'ng qo'chqor ham, onda ham bor ekan. Ular hali narx bo'lgan yo'q, ikki kam. Qaysini söylashtasizlar? Chekkaga qarab Mana ana. Qanchaga? 37 ga berdim. 37 mingdan ha? Eko 37 mi? 37 dan. Ha, yaxshi. Olib ketib qoladi-da. Qarasangiz. Qanday sen? Men aka shu tutib oladi-da. Yo'q, endi so'raganin oyi yo'q deb qo'y. Mana 37 mingdan ekan mana shu. Kechirasiz, qo'chqor bilan. Mana qara. Mana. O'shiga endi aka aytingizchi, qancha mehnat, qancha vaqt ketdi? Bog'ishqa. O'shiga yetkazishga. Ha? Bir yil qaraganda mehnati dag'i boraman. Assalomu alaykum do'st. Qancha bo'ldi qo'chqor? 35 qilishdi. Qaqdan olib keldingiz buni? Aytarkan, avga. Qancha bir yil vaqtingiz ha? Qarangizlar, mehnati dag'i bor da buni. Qimmat degani menen 37 mingga so'rashtirdi. Qo'yrog'i dag'i. Qancha tish hozir? Qancha tish bo'lib qoldi? Eko'ni 38 qildi. Shularga 38 ming bo'libdi mana. Cho'ng otamning emas. Aka. Cho'ng qo'chqorlar mana. Shular cho'ng qo'chqor olingizlar kelsa bir 50 ming yarashotni olib kelaverasizlar-da. Kichkinakalarim 25 ekan, 20-25. Aka. Bozor. Xudo vaqt olib qo'yingizlar.